Vashingtonda bo'lib o'tgan Jahon banki guruhining bahorgi yig'ilishlari doirasida O'zbekiston 13 ta davlat qatori Water Forward global tashabbusiga qo'shildi. Bu tashabbus 2030-yilgacha 1 milliard aholi uchun suv xavfsizligini ta'minlashni maqsad qilgan. O'zbekiston nomidan ishtirok etgan bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov O'zbekiston uchun milliy suv pakti ishlab chiqilganini va unda 4.1 million gektar yerda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, suv yo'qotishlarini 25% ga kamaytirish hamda suv boshqaruvini raqamlashtirish kabi vazifalar belgilanganini ma'lum qildi. Loyihada Jahon bankidan tashqari Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi yirik xalqaro moliya institutlari ham ishtirok etmoqda. Ma'lumki, Jahon banki Amerikaning dunyo bo'ylab o'z iqtisodiy hukmronligini o'rnatish va boshqa davlatlarni qarz botqog'iga botirish uchun ishlatadigan moliyaviy qurolidir. Water Forward orqali O'zbekistonning suv xo'jaligi tizimi to'liq xalqaro moliya institutlarining nazorati va tahliliy resurslari ostiga o'tadi. Bu degani suv resurslaringizni qanday ishlatish, qayerga yo'naltirish va qaysi texnologiyani sotib olish endi Vashingtondagi doiralar belgilab beradi. Xususiy sektorni jalb qilish degan band suvni xususiylashtirishga va transmilliy korporatsiyalarning bu sohaga kirib kelishiga yo'l ochadi. Natijada suv xalq uchun tabiiy ne'mat emas, balki g'arb korporatsiyalarining foyda ko'radigan qimmatbaho tovarga aylanadi. Qolaversa, bu tashabbusga qo'shilgan davlatlar ro'yxatiga nazar tashlasak, ularning barchasi g'arbning xomashyo bazasiga aylangan kuchsiz davlatlar ekanini ko'ramiz. AQSh bu orqali Markaziy Osiyodagi suv resurslarini yashil iqtisodiyot va islohot niqobi ostida o'zining strategik nazoratiga olishni ko'zlamoqda. Demak, hukumat aytayotgan raqamlashtirish va modernizatsiya uchun olinadigan milliardlab dollarlik qarzlar kelajakda xalq zimmasiga navbatdagi og'ir yuk bo'lib tushadi. O'zbekistonning suv xavfsizligi g'arbning moliyaviy tuzoqlariga ishonish bilan emas, balki mustaqil va xalq manfaatiga asoslangan ichki siyosat bilan ta'minlanishi kerak edi. Ammo amaldagi rejim xalqning rizqi bo'lgan suvni ham g'arbning siyosiy va moliyaviy o'yinlari uchun garovga qo'ymoqda. Islomda suv umumiy mulk hisoblanadi va u hech qachon xususiylashtirilishi yoki xalqaro korporatsiyalarning savdo prometiga aylantirilishi mumkin emas.